Ushbu blok sxemada n o'zgaruvchi n o'zgaruvchisiga ketma-ket 225 va 121 qiymatlari berildi. Xo'p, har bir holatdagi algoritm natijasini, ya'ni shartli ravishda A va B tarzida berilgan bo'lsa, natijani toping deyapti. Men misolga o'tishdan oldin sizga misolda ayrim xato va kamchilik borligini eslatib o'tmoqchiman. Agar mana bu joyida biz true div deydi mana buni. Biz matematikamizda bo'lish bor-ku, buni Pythonda bunaqa aytiladi-da bu. True div, ya'ni to'g'ri bo'lishda endi. To'g'ridan to'g'ri sonni bir sonni ikkinchi songa bo'lish. Bajarilsa agar bizda qiymatlarimiz umuman noto'g'ri chiqib ketadi. Shuning uchun men sizga buni to'g'rilab bunaqa shakl turibdi deb aytaman. Ya'ni butun qismga bo'lish double slash deymiz. Butun qismga bo'lish turibdi mana bu joyda. Savolda shu joyda ozgina kamchilik bor. Chunki qayta-qayta ishlab ko'rsangiz ham bu variantlardan javob chiqmasligi mumkin. Hozir biz nima uchunligini men sizga tushuntirib ketaman. Xo'p, birinchi yozib olamiz. N teng nechiga? N teng 225 ga bo'ldi. Xo'p, M teng nechiga? 0 ga. Xo'sh, K teng nechiga? N nollar ekan o'ziga. 225 ni bo'ldi. Xo'p, aytayapti. N teng emas 0 ga. Qarang, n'imiz 225 teng emas 0 ga deyapti. Bu qachongacha davom etadi? 0 ga teng bo'lib qolguncha yoki undan kichkina. Ya'ni mana bu shartimiz yolg'on bo'lguncha. Hozir rost. Haqiqatan ham 225 0 ga teng emas. Ha bo'lsa pastga tushishimiz kerak, yo'q bo'lsa o'ng tomonga ketishimiz kerak. Ha, rost. Demak, A ni yozamiz endi. A ga men o'zlashtiraman nimani? N ni 10 ga bo'laman. N'im 225 ni bo'lgandagi 10 ga qoldig'im deyapti. 225 ni 10 ga bo'lsak, e'tibor berasiz. Ichida nechta butun 10 bor? 22 ta butun 10 bor. Qoldig'imiz nima bo'ladi? 5 bo'ladi. Teng 5. A'imiz demak 5 ga teng ekan. Endi M qiymati o'zgaryapti. M'imiz 0 edi tepada, bu yerda o'zgaryapti. 10 ko'paytirilgan M 0 ga teng. Tepada M bor edi. Qo'shaman N ni, A ni. A'imiz 5 ga teng. Demak, M ning qiymati 10 kara 0 0, 5 ni qo'shaman, 5 bo'ldi. Xo'sh, N'imiz biz butun qismini bo'lish bilan ishlaymiz. N 225 bo'laman nechiga? 10 ga. Qarang, 225 ni 10 ga bo'lsam, ichida 22 ta butun 10 bor. To'g'rimi? Bo'lib ko'rsak 22 butun nechidir chiqadi-ku. 22 butun nechidir tepada 5 turibdi, 22 butuni mana shu 22. Demak, n ning yangi qiymati bizda 22 bo'ldi. Hozircha biz bir marta bajardik shu mana shu ishlarni. Yana tepaga qaytib chiqdik, chunki bajargan amallarimiz tugadi, tepaga qaytib chiqadi. Yana tekshiradi. Endi n ning qiymati nima? 22. 22 teng emas 0 deyapti. Ha, 22 0 ga teng emas, rost. Bunaqada yana davom etamiz. A ning qiymati nima bo'ladi endi? 22 ni bo'laman 10 ga. Xo'sh. 10 ga bo'lsa, menda ichida 2 ta butun 10 bor, qoldig'im 2. A ning qiymati endi 2. Xo'p. Pastga tushaman. M teng 10 ko'paytirilgan M ning qiymati nima? M ning qiymati bundan oldin 5 edi. Siz mana chap tomonga qarang. Chap tomondagi M ga qarasangiz, oxirgi qiymat 5. 5 plus A. Mana A yozdik. A'imiz 2 ga teng-ku. Xo'sh, 10 kara 5 50, 2 ga qo'shsak 52 bo'ldi. Bo'ldi. Endi yana o'tamiz. N ning qiymati yana yangilanyapti. N xo'sh 22 bo'lingan 10. Xo'p, 22 ni 10 ga bo'lsak, butun qismi 2 ta. Ichida 2 ta butun 10 bor. Xo'sh, amallarimiz tugadi, yana tepaga qaytib chiqamiz. Endi n teng emas 0, ya'ni 2 0 ga teng emas. Ha, rost, 2 0 ga teng emas. Bunaqada A teng 2 ni bizni A ning oxirgi qiymatimiz 10, 2. 2 ni 10 ga bo'lganda e'tibor berasiz. 2 ni 10 ga bo'lsang, qoldig'i bizda 2 chiqadi. Qayerdan kelib chiqishini menimcha bilsak kerak. Yana bir marta eslatib o'tib ketaman. Formulamiz A barobar matematikadagi qoldiqli bo'lish formulasi bor-ku. B ko'paytirilgan S qo'shilgan R. Endi buni har xil harflarga yozishingiz mumkin. Aynan shu harf emas deb inkor qilishingiz ham mumkin. Endi formulada harfni o'zgartirish iloji bor. A bo'linuvchi, B bo'luvchi, S bo'linma, R qoldi. Men 2 ni 10 ga bo'lyapman. 2 ni matematikada 10 ga bo'lsam, menda 0.2 degani. Butun qaysi desak, biz 0 ni olamiz, to'g'rimi? Ha, butun qismi 0.
Men nimani bo'lyapman? 2 ni bo'lyapman. Menda bo'linuvchi 2. Mana. Bo'luvchi-nechi? 10. Mana. Bo'linma nima? Ya'ni bo'linma 0 ku bizda. Butun qismi 0. Xo'sh, qo'shilgan r. 10 kara 0. 0 r 2 qoldi. Ya'ni mana shu 2 shu yerdan kelib chiqdi. Mana shu formula yordamida kelib chiqdi. Xo'sh, demak, davom etamiz. Davom etamiz. 2 ni qayerdan kelganligini tushunib ketdik. Xo'sh, endi m ning qiymati bizda 10 ko'paytirilgan 52. Xo'sh, 500 10 kara 52 520 bo'ladi. Adashmasam, da 520 bo'ladi. Qo'shamiz. Qo'shamiz. Bizda 2 teng 522 bo'ldi. Xo'sh, n ning qiymati 2 ni bo'laman 10 ga. Butun qismi kerak menga. 2 ni 10 ga bo'lsam, menda 0 butun nechidir bo'ladi? Butun qismi 0 bo'ldi. Ana endi tushamiz, qarang. 0 teng emas 0 deyapmiz. 0 aslida 0 ga teng. Biz teng emas deyapmiz. Endi bo'lmaydi. Yo'q bo'ladi. Yo'qqa o'tamiz. To'g'ri tushdik. Solishtiryapmiz. M tengmi K ga? Bizda M nechiga teng? 522 ga teng. K miz nechiga teng? K tepada yozib qo'yganmiz 225 ga. M K ga tengmi? Yo'q. Bo'lsa bu yoqqa ketishimiz kerak edi. Yo'q. Qisqa tushamiz. Bizda birinchi yo'q chiqadi. Xo'sh. Endi 225 uchun tugadi, bo'ldi. Endi 121 kirish kerak. Xuddi shu ishni 121 uchun bajaramiz. Birinchisi yo'q chiqdi. Bizda yo'q 2 ta ekan, e'tibor berasiz. Mana demak bu variantdan bajarmaymiz, bu variantdan bajarmaymiz. Bizda yo'q 2 ta ekan. Demak, qaysidir bittasi bo'ladi, yoki bu yoki bu. Demak, bajarib ko'ramiz. Boshdan. Endi yozaman men yana. N barobar. Xo'sh, 121 bo'lgan paytda m 0 ga teng. K imiz nimaga teng? K imiz o'ziga n oladi. 121. Boshladik. Xo'sh, 121 0 ga teng emas. Rost. Xo'sh. 121 ni bo'laman 10 ga. Ya'ni uning qoldig'i kerak mana, to'g'rimi? 121 ning ichida 12 ta butun 10 bor, qoldig'i 1 bo'ldi. Endi m, xo'sh, 10 ko'paytirilgan m 0 ga teng. Tepada qo'shamiz, a imiz 1 ga teng mana. 10 kara 0 0, 1 ni qo'shaman 1. M ning qiymati 1 bo'ldi. N ning qiymati xo'sh, butun qism bo'lishga kelishdik. Butun qism bo'lamiz buni. Xo'sh, n imiz bizda 121 bo'lingan 10 ga. Xo'sh, 121 ni 10 ga bo'lsam, menda nima bo'ladi? Butun qismi 12 bo'ladi. Endi 12 n ning yangi qiymati 12. Amalimiz tugadi, tepaga qaytib chiqamiz. 12 teng emas 0. 12 haqiqatan ham 0 ga teng emas. Bunaqada a teng 12 ni bo'lganda 10 ga qoldiq qismi 2. 12 bo'lsak, bizda bitta butun 10 bor, ichida bitta butun 10 bor. 2 qoldiq qoladi. Tushdik. M imiz. Xo'sh, 10 ko'paygan m 1 mana qo'shilgan 2. A imiz 2 to'g'ri. 10 kara 1 10, 2 ni qo'shsak 12 bo'ldi. N'imiz endi xo'sh, 12 ni bo'laman butun qism qilib 10 ga. N teng 12 ni bo'laman 10 ga. 12 ni 10 ga bo'lgandagi butun qismi 1. Endi n'imiz 1 ga teng, e'tibor bering, yangilandi. Xo'sh, amalimiz tugadi, tepaga qaytib chiqamiz. 1 teng emas 0. 1 haqiqatan 0 ga teng emas. Pastga tushamiz. Bunaqada a ga, xo'sh, 1 ni deyapti, bo'lasan 10 ga. 10 ga bo'lsang, 10 ga bo'lsang, ya'ni 1 ni 10 ga bo'lgandagi qoldig'imiz nima? 1. Xo'sh, m ni 10 ko'paygan m bizda 12 qo'shilgan a 1. 10 ni 12 ga ko'paytirsak 120, 1 ni qo'shsak 121. Mana. Va endi n'imiz nima bo'ladi? 1 ni bo'lganda 10 ga. 1 ni 10 ga bo'lsak 0.1 bo'ladi. Butun qismi 0. Endi n'imiz 0 bo'lib qoldi. Amalimiz tugadi, tepaga qaytib chiqamiz. 0 0 ga teng.
emas deyapti. Bu yerda bizda 0 ga teng yo'q. Yo'qqa o'tamiz. To'g'ri kelamiz. Mana bunga o'tishamiz endi. Xo'sh, m bizda 121 tepada yozib qolganmiz. Aynan teng. P bizda xo'sh 121 mana. Ikkalasi bir-biriga teng bo'lsa h ga bor deyapti. Va ekranga h ni chiqar. Birinchi safar yo'q chiqqan edi, ikkinchi safar endi bizda ha chiqdi. Javobimiz yo'q va ha. Xo'sh, endi savol sizga. Mana bu savol yo'q, mana bu variantlari yo'q. Hozirgi savolimizda javob shu. Men savolni matnni o'zgartirmoqchiman-da. Xuddi shunaqa savol tushadi-da. Nima deb mana bu raqamlarni sizga bermaydi. Bu raqam bermaydi. Mana bunday variantlar boshqacha turadi. Savol nima deydi? Ushbu blok sxema qanday ishni bajaradi deydi. Bilasizmi nima ishni bajaradi bu? Bu sonning palindrom yoki palindrom emasligini tekshiradi. Biz bilamiz palindrom son o'ngdan ham chapdan ham o'qiganda bir xil sonlarni biz palindrom deymiz. Masalan, kiyik, amma deymiz-ku. Aka, orqadan ham o'qisangiz ham amma, oldindan o'qisangiz ham amma. Kiyik ham xuddi shunday. Masalan, 757 deysiz. Mana bunaqasiga ham 757, bunaqasiga 750 o'qisangiz. Xuddi shuni tekshiradigan algoritm mana shu algoritmimiz. Bizda 121 palindrom bo'lganligi uchun ha, yes chiqdi. 225 palindrom bo'lmaganligi uchun yo'q chiqdi. Endi sizda buni savol matni o'zgarishi mumkin. Attestatsiya paytida ikkalasi ham palindrom bo'lmagan son bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham. Ikkalasi ham palindrom son bo'lmasa nima qiladi bu? Ikkalasi ham yo'q chiqadi. Ikkalasi ham palindrom son bo'ladi. Masalan 727. Bittasi 535. Ikkalasi ham bir xil son palindrommi? A ham B ham palindrommi? Ha, ikkalasi ham ha chiqadi. Eng muhimi nima ish qilayotganligini tushunsak, har bitta sonni qo'yib chiqishimiz shart emas. Bu algoritmimiz tekshiryapti sonning palindrom yoki palindrom emasligini.